Yarim tunda mayda shoxli chorva molni yetaklab ketayotgan fuqaro mahallada xizmat o'tayotgan profilaktika inspektorining e'tiborini tortdi. Tungi xizmatni tezkor va ziyraklik bilan olib borgan profilaktika inspektorining harakati tufayli jinoyat issiq izlarida fosh etildi. Hududlarda xavfsiz muhitni yaratish, fuqarolarning tinch osuda turmush kechirishini ta'minlash, kriminogen vaziyatni jilolash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha mahallada tungi xizmat o'tayotgan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'limi profilaktika inspektori, katta-leytenant Sobit Naqshbandov o'ziga biriktirilgan Qabala mahallasida joriy 2-dan 3-yilga o'tar kechasi xizmat o'tayotganda yarim tunda qo'y yetaklab kelayotgan fuqaro e'tiborini tortdi. O'zini fuqaroga tanishtirgan profilaktika inspektori fuqarodan tungi vaqtda nima ish bilan yurganini so'radi. Kutilmagan vaziyatda fuqaro turli xil gap so'zlarni aytib, maqsadini tushuntira olmadi. Planshetda uning shaxsiga aniqlik kiritilganda shubhali shaxs Shahrisabz shahrida yashovchi muqaddam sudlangan Amirov ekanligi ma'lum bo'ldi. Holatga oydinlik kiritish uchun Amirov ichki ishlar bo'limiga taklif etildi. Surishtiruvlar davomida bu shaxs Qarshi shahar Qabala mahallasida yashovchi Karimovning bir bosh bozor bahosi 4 million so'mlik qo'yini o'g'irlagani aniqlandi. Tungi xizmat davomida profilaktika inspektorining tezkor va ziyraklik bilan olib borgan xizmati tufayli jinoyat issiq izlarida fosh etildi. Hozirda aniqlangan holat yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, fuqarolar tungi vaqtlarda chorva mollarini qarovsiz qoldirmasliklarini yana bir bor eslatamiz.